Assalomu alaykum. Siz jadvallarda dollar kursini hali ham qo'lda yozib boryapsizmi? Endi Google Sheets orqali bittagina formula orqali siz kursni onlayn kuzatib borishingiz mumkin. Videoni o'tkazib yubormang. Demak, boshladik. Kerakli yacheykani belgilab olgandan so'ng Google Finance formulasini kiritamiz va quyidagi kodni yozishimiz kerak bo'ladi. Qo'shtirnoq ochamiz va currency so'zini yozamiz. 2 nuqta qo'yib USD UZS so'zlarni kiritib qo'shtirnoqni yopamiz va qavsni yopib enter tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, kurs doimiy o'zgaruvchan bo'ladi. Ana endi narxlarni shunchaki kursga ko'paytirib qo'yish orqali belgilab olishingiz mumkin bo'ladi va bu orqali jadvallaringizni osonlik bilan to'ldirib borishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta saqlab qo'ying.